Sport vazirligining majlislar zalida doping haqida tushuncha, sportchi salomatligiga salbiy ta'siri va oqibatlari mavzusida respublika seminari bo'lib o'tdi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Dopingga qarshi kurashish sportning halolligini saqlashda, atletlarning sog'lig'ini himoya qilishda va adolatli raqobat muhitini ta'minlashda muhim hisoblanadi. O'zbekiston kurash federatsiyasi tashabbusi bilan tashkil etilgan seminarda ham mas'ullar va ishtirokchilarga ayni jihatlar atroflicha tushuntirildi. Bugungi kunda sportda doping masalasi juda dolzarb masala. Ya'ni butun jahon antidoping agentligining oxirgi simpoziumida ham bu masala alohida kun tartibga kiritilgan bo'lib, hozirgi kunda sportning eng katta kushandasi doping va uni profilaktikasi va uni olib keluvchi omillarni bartaraf qilish bo'yicha bir qancha ishlar qilinyapti. O'zbekiston kurash federatsiyasi bilan hamkorlik o'tkazilgan majlisda ham shu dolzarb masala ko'tarildi. Sportchi doping qabul qilishi yaxshi natijaga olib kelmasligi yaqqol dalillar bilan tushuntirib berishga harakat qilyapmiz. Bu halol raqobat, ya'ni sportchi o'zini kuchiga, o'zini ruhiy holatiga ishonsagina bu sportda shug'ullanish kerak bo'ladi. Agar bu doping olsa, bu halol sport bo'lmaydi. Bu yolg'on sport bo'ladi. Doping mahsulotlarini qabul qilinishi milliy sport tizimlariga ishonchni pasaytirishi, atletlarning xalqaro musobaqalardan chetlatilishi, mamlakat imijiga putur yetkazishi, iqtidorli sportchilarga salbiy ta'siri borasida fikr-mulohazalar bildirildi. Bugungi o'tkazilayotgan yig'ilishimiz dopingning sportchilar salomatligiga salbiy ta'siri haqida bo'lib o'tmoqda. Albatta, kurash milliy sport turimizni yanada rivojlantirish, Olimpiya o'yinlariga kirgizishdan dopingga qarshi kurashish alohida va muhim o'rin tutadi. 3-8 aprel kunlari barcha hududlar bo'ylab ushbu yig'ilishimiz davom etadi. Ko'zlangan maqsad esa sportchilarimizda mana shu doping mahsulotlarini iste'mol qilishni oldini olish va ularga to'g'ri tushuncha berishdan iborat. Dopingga qarshi qat'iy chora-tadbirlar ko'rilishi sportchilarga halollik mezonlariga taganish imkoniyatlarini yaratish yo'lida katta qadamlardan biri hisoblanadi.